And if you hear this song, then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimgidek men Xursandbek. Do'stlar, mendan avvalgi may oyida 70 bola prava olgan do'stlar. Shularning ko'pchiligi masalan texnikani haydashni bilmaydi. Endi tushunarli bu. Texnika birinchi prava olib turib keyin haydash kerak, to'g'ri? Lekin ko'pchiligi mastasini, masalan texnika ekspluatatsiya degan narsani ko'pchilik bilmaydi ekan. Texnika ekspluatatsiya deganda bir texnika ishlar ishga qo'yilsa, обязательно bir setelda kelib turib texnikani deshtarakini aylanib, yechendan massa mindiribman. Balonlardan bormi? Keyin antifrizi, gidravlik massa, motor massani обязательно tekshiringlar do'stlar. Bizlar akşam bir brat aytdi, sendan prava olib turgan bolalar ko'pchiligi texnikaning massasini ko'rishni bilmaydi dedi. Qaysi texnikada ishlashdan qat'iy nazar hamma texnikaning internetda informatsiyasi bor, xarakteristikasi. Shuni gidravlический massasi nida joylashgan baki, topливный baki nida joylashgan, keyin massasini nidan ko'rish kerak, korobka massasini nidan ko'rish kerak, hammasi ko'rsatilgan do'stlar. Bu GCB haqida men ko'p video aytganman. Necha deb massasini ko'rish kerak. Hammasi haqida informatsiya bor meni videolarimda, yaxshi aytib qarasangizlar. Keyin ham her videoda aytganman, her video izlayotgan vaqtda обязательно azon bilan kelib turib texnikaning massasini ko'rish kerak, gidravlikasini, korobkasini. To'g'ri, texnikaga ishonaman men. Toza bo'lsin, texnika massa yemidon bo'lsin, massa qizmidon bo'lsin korobkadan, lekin обязательно baribir shundan ko'rish kerak. Bu texnika bu. Shuning uchun mendan prava olib turgan bolalar, ili yangi texnika o'tayotgan bolalar обязательно ekspluatatsiya haqida, liboy texnika haqida xarakteristikasini bilib qo'yinglar do'stlar. Foydali bo'ladi o'zingiz uchun. Xudo xolasa, kimga shunday texnikalar prava kerak bo'lsa, aloqa chiqsangizlar, chiroyli qilib taxlab beramiz. Ekspluatatsiya haqida xudo xolasa videoda. Hammaga xayr, ishingiz omadli bo'lsin. Xayrli kun bo'lsin.